Kundalik taomnomangizga yana bir yangi taomni qo'shib qo'yishingiz mumkin. Assalomu alaykum azizlarim. Ushbu mazali taomimizni nima deb nomlashni sizlarga topshiraman. Birinchi bo'lib ishimizni tiftellarni tayyorlab olishdan boshlaymiz. 500 gram qiyma, bitta tyorkadan chiqarilgan piyoz, bitta kichkina tuxum hamda 3 osh qoshiq lazir guruch va xohishga ko'ra pripravala solib, yaxshilab urib ishlab beramiz va yong'oqdek shaklga keltirib chiqishimiz kerak bo'ladi. Qizib turgan yog'da tiftellarimizni yog'da cho'miltirib, qizartirib olamiz. Endi alohida qozonga bir cho'mich yog' solib, tovuqning eng shirin qismi bo'lgan byodrasini ikki tarafini qizartirib olamiz. Ustidan ikkita yirik to'g'ralgan piyozimizni ham solib qovuramiz. Endi tomat yoki pomidor solib, uni ham ozgina qovurib, keyin bolgarskiylarimizni solib, 1-2 aylantirib olamiz. Uzoq qovurilishi shart emas. Endi ustidan qovurilgan kartoshkalarni solib, ta'bga ko'ra tuz, paprika, murch hamda maydalangan kashnik soldim va qovurilgan tiftellarni solib, chesnok solish esimdan chiqqan ekan, chesnokni ham soldim va 1 stakan suv solib, qopqog'ini yopib, past olovda 1 soat dimlab qo'ydim. Taomimiz tayyor bo'ldi. Juda ham shirali, mazali taom bo'lgan. Siz ham albatta tayyorlab ko'ring. Like bosib yaqinlaringizga ulashing ham.